Ba'zi jang sahnalari shunchalik zo'rki, ularni qayta-qayta tomosha qilgingiz keladi. Bugungi sizlarga kino tarixidagi eng zo'r yakkama-yakka janglar top 10 taligini taqdim etaman. Tayyor bo'lsangiz, unda boshladik. Ro'yxatimizni Tai Chi ustasi filmi boshlab beradi. Bu film unchalik mashhur bo'lmasa ham, undagi final jangi alohida e'tiborga loyiq. Bosh rolni haqiqiy jang san'at ustasi Tiger Chen ijro etgan. Film rejissyori esa ko'pchilikka tanish bo'lgan Keanu Reeves. Aynan shu sababli jang sahnalari juda tabiiy ko'rinadi. Bu yerda ortiqcha kompyuter grafikasi yoki ishonarsiz harakatlar yo'q, faqat tezlik, mahorat va oxirgacha ushlab turadigan keskinlik. Agar siz haqiqatdan ham yakkama-yakka janglarni yoqtirsangiz, bu film sizga albatta manzur keladi. Lekin keyingi film bizga shuni ko'rsatadiki, har doim ham eng kuchli odam g'alaba qozonavermaydi. Jangchi oddiy sport filmi emas, balki bu ikki aka-ukalarning taqdiri hal qiladigan juda hissiyotli hikoya. Finaldagi jang nafaqat kuch va texnikani, balki insoniy tuyg'ularni ham namoyish etadi. Har bir zarba tomoshabinni hayajonda ushlab turadi. Jang yakuni esa uzoq vaqt yodda turadi. Aynan shu sababli ko'pchilik bu filmni sport jangovar filmlarning eng yaxshilaridan biri deb hisoblaydi. Endi esa navbat deyarli barcha jangovar filmlar muxlislariga tanish bo'lgan afsonaviy qahramonga. John Wick 3. Zamonaviy jangovar filmlar haqida gap ketganda John Wickni eslamaslik iloji yo'q. 3-qism oldingi filmlarga qaraganda jang sahnalari yanada yuqori darajaga olib chiqdi. Bu yerda har bir jang go'yo mukammal sahnalashtirilgan raqsni eslatadi. Ayniqsa John Wick atrofidagi har qanday buyumni qurol sifatida ishlatadigan sahnalar juda esda qolarli. Tezkorlik, mukammal xoreografiya va operatorlik ishi bu filmni zamonaviy action filmlar orasida alohida o'ringa qo'yadi. Aynan shu sababli millionlab tomoshabinlar John Wick franshizasini sevib qolishgan. 7-o'rin Ovchi itlar 2. Agar siz tezkor va shafqatsiz mushtlashuvlarni yoqtirsangiz, bu film siz uchun. Bu yerda janglar ortiqcha effektlarsiz suratga olingan. Asosiy e'tibor haqiqiy zarba va harakatlarga qaratilgan. Ayniqsa finaldagi yakkama-yakka jang juda keskin o'tadi. Har bir zarba kuchli, har bir harakat esa aniq hisoblangan. Film tomoshabinni bir daqiqa ham bo'shashtirmaydi va aynan shu jihati bilan ro'yxatimizda joy olgan. 6-o'rin Madon Sok ishtirokidagi Kriminal shahar qasos filmi egallaydi. Madon Sok haqida gap ketganda bitta narsa darrov yodga tushadi. Uning zarbalari. U murakkab usullarni ishlatmaydi, lekin har bir mushti raqibni yer tishlatishga yetadi. Aynan shu filmda u yana bir bor nega zamonaviy jangovar filmlarning eng kuchli qahramonlaridan biri ekanligini isbotlaydi. Finaldagi yakkama-yakka jang kuch, shafqatsizlik va keskinlikka to'la. Har bir zarbani og'irligini his qilib turasiz va jang bir soniya ham sizni zeriktirmaydi. Eng qiziq top 5ligimizni afsonaviy Jeki Chan ishtirokidagi Zo'raki josus filmi egallaydi. Jeki Channing janglarini boshqalarniki bilan adashtirish imkonsiz. Uning uslubi tezkorlik, akrobatik va ajoyib xoreografiya o'zida mujassam etgan. Eng muhimi esa u ko'plab xavfli tryuklarni dublyorsiz o'zi bajaradi. Aynan shu filmdagi yakkama-yakka jang ham tomoshabinni hayratda qoldiradi. Tezlik, aniqlik va kutilmagan harakatlar bu sahnani haqiqiy klassikka aylantirgan. 4-o'rin Boyka filmi egallaydi. Agar jangovar filmlarni yaxshi ko'rsangiz, Yuriy Boyka nomini albatta eshitgansiz. Aynan shu film orqali Boyka butun dunyoga tanildi va ko'pchilikning sevimli qahramoniga aylandi. Finaldagi jang u sobiq jahon chempioni Jorj Chambersga qarshi ringga chiqadi. Bu shunchaki mushtlashuv emas. Bu ikki buyuk jangchining kuchi, mahorati va xarakteri to'qnashuvi. Boykaning tezkor zarbalari va ajoyib oyoq texnikasi bu jangning kino tarixidagi eng esda qolarli sahnalaridan biriga aylangan. Top kuchli uchlikni afsonaviy Ong Bak filmi egallaydi. Bu film chiqqanidan keyin butun dunyo Tony Jaa kim ekanligini bilib oladi. Uni boshqalardan ajralib turadigan jihati shundaki, deyarli barcha jang sahnalari kompyuter grafikasiz va dublyorsiz suratga olingan. Ayniqsa finaldagi yakkama-yakka jang haqiqiy Muay Thai mahoratining yorqin namunasidir. Har bir zarba kuchli, har bir harakat esa nihoyatda tez va aniq. Aynan shu sababli Ong Bak ko'plab muxlislar tomonidan barcha davrlarning eng yaxshi jangovar filmlaridan biri deb hisoblanadi. 2-o'rin
afsonaviy Ip Man filmi egallaydi. Jang san'ati haqida gap ketganda Ip Man nomini chetlab o'tishning iloji yo'q. Donnie Yen ijro etgan bu qahramon nafaqat o'zining mahorati, balki sovuqqonligi bilan ham millionlab muxlislarning hurmatini qozongan. Finaldagi jangda u general Miuraga qarshi maydonga chiqadi. Bu oddiy mushtlashuv emas, balki ikki buyuk jang san'ati ustasining to'qnashuvi. Tezkor zarbalar, mukammal Wing Chun texnikasi va kuchli hissiyotlar bu sahnani kino tarixidagi eng mashhur janglardan biriga aylantirgan. Va nihoyat birinchi o'rin. Bu o'rinni afsonaviy Raid filmi egallaydi. Agar siz haqiqiy jangovar filmlarni yaxshi ko'rsangiz, bu filmni o'tkazib yubormaysiz. Raid chiqqanidan keyin butun dunyo uning jang sahnalari haqida gapira boshlagan. Ayniqsa finaldagi yakkama-yakka jang ko'plab kino ixlosmandlari tomonidan tarixdagi eng mukammal janglardan biri deb hisoblaydi. Bu sahnada hammasi bor: tezlik, kuch, og'riq va oxirgacha pasaymaydigan keskinlik. Har bir zarba haqiqiydek tuyuladi. Xoreografiya esa shu darajada mukammalki, ko'plab filmlar hali ham undan ilhom oladi. Agar hali bu jangni ko'rmagan bo'lsangiz, unda hozir tomosha qiling. Bu va boshqa filmlarni meni Telegram kanalimda ko'rishingiz mumkin. Havola video ostida. Mana kino tarixidagi eng zo'r yakkama-yakka janglar haqidagi mening shaxsiy top 10 taligim edi. Lekin balki men biror bir film unutgandirman. Agar shunday bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Balki aynan siz aytgan film keyingi videolarda chiqishi mumkin. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu narsa motivatsiya beradi keyingi videolar ishlab chiqarishga. Yana ko'rishguncha, xayr. Шеф, музычку?